لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. Sure Al-İmran tefsiri 124. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlığa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Sure Al-İmran 124. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, öz vaqtida sen müminlerge Rabbinglar sizlarga 3000 farishta tushirib yordam bersa, yana yetmamdi deytin. Shundaq, u yetidi. Agar jangda sabr qilsanglar, Allohdan qo'rqib, uning amriga itoat qilsanglar, dushman darhol hujum qilib kelganda Rabbinglar sizlarga 5000 nishonliq farishta bilan yordam berdi. Allah uni, ya'ni farishtalar orqali yordam berishni faqat sizlarga xush xabar bo'lsin va dilinglar shuning bilan xotirjam bo'lsin. Shuning bilan dushmanning sonining ko'pligidan qo'rqmasin deb qildi. Yordam faqat g'olib, hikmat bilan ish qiluvchi Alloh tarafidandir. Allohning yordami kofirlarning bir turkumini halok qilish uchun yoki ularni rasvo qilib, ularning umidsiz holda mag'lub bo'lishlari uchundir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hiç ish, ya'ni bandalarning ishlarining tadbiri sening ixtiyoringda emas. Allah ya ularning musulmon bo'lsa tavbasini qabul qiladi, ya ular zolim bo'lganlik uchun kufrda ching tursa, ularni azobga duchor qiladi. Osmonlardagi va zamindagi narsalarning hammasi Allohning mulkidir. Allah xohlagan kishiga mag'firat qiladi, xohlagan kishiga azob qiladi. Allah mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Farishtalar bilan yordam berish to'g'risida tafsir shunos olimlar bu va'dining, ya'ni farishtalar bilan yordam berishga qilgan va'dining Badr urushida bo'lganmi yoki Uhud urushida bo'lganmi degan masala haqida bunda ikki xil ko'z qarashga keldi. Uning biri Alloh taolaning ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, o'z vaqtida sen mu'minlarga Rabbinglar tarafidan 3000 farishta tushirib yordam bersa, yana yetmamdi deytin degan oyati bilan Allah sizlarga Badrda nusrat ato qildi degan oyati grammatik jihatda bog'lanishliqdir. Bu ko'z qarash Hasan Basri, Amr Sha'bi, Rabi ibn Anas va boshqalardan rivoyat qilindi. Ibn Jarirmi bu ko'z qarashni to'g'ri deb qaradi. Ubad ibn Mansur Hasanning Alloh taolaning ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, o'z vaqtida sen mu'minlarga Rabbinglar sizlarga 3000 farishta tushirib yordam bersa, yana yetmamdi deytin degan oyatida bu Badr kunidir deganligini rivoyat qildi. Amir Sha'bining mundaq deganligini rivoyat qildi. Badr kuni Kuruz ibn Jabir degan kishining mushriklarga yordam berganligi haqidagi xabar musulmonlarga yetib bordi. Bu ish musulmonlarga ig'ir keldi. Shuning bilan Alloh taolo o'z vaqtida sen mu'minlarga Rabbinglar sizlarga 3000 farishta tushirib yordam bersa, yana yetmamdi degan oyatini tushirdi. Kuruz degan kishiga kofirlarning yengilganligi to'g'riliq xabar yetib berib edi. U mushriklarga yordam bermas bo'ldi. Alloh taolo musulmonlarga 5000 farishta bilan yordam bermadi. Rabi ibn Anas Alloh taolo musulmonlarga 1000 farishta bilan yordam berdi. Ular 3000 bo'ldi, ondan 5000 bo'ldi dedi.
Agar bu oyatlar bilan, ya'ni farishtalar dastlabda 3000, ondan 5000 bo'lib tushganligini bayon qilib kelgan oyatlar bilan Alloh taolaning Badr urushi to'g'riliq bayon qilib kelgan, o'z vaqtida duo qilib Robbinglardan yordam tilidinglar. Alloh sizlarga orqa tushadigan 1000 farishta bilan yordam berman deb duoyinglarni ijobat qildi. Alloh sizlarga faqat g'alib qildiganligingizni bishorat berish va ko'nglinglarni aram topqizish uchun yordam berdi. Yordam faqat Alloh tarafidan keladi. Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ya'ni orqa tushadigan 1000 farishta bilan yordam berman degan oyatning orliqining qandoq birlashtirilganligi to'g'risida savol qo'yilsa, buning beriladigan javob mundaq. Alloh taolaning orqa tushadigan 1000 farishta bilan yordam berman degan oyati, ya'ni 1000dan orqa tushib yuqoridagi son to'liqlandi deb kelganligidan bu oyatlarning orliqida hech qanday qarama-qarshilik yo'q. Buningdan bu va'dining Badr kuniga tava ekanligi chiqib turdi. Shundaqla farishtalarning urushganligimi Badr kuni bo'lgan. Shundaq u yetidi. Agar jangda sabr qilsanglar, Allohdan qo'rqib, uning amriga itoat qilsanglar, dushman darhol hujum qilib kelganda Robbinglar sizlarga 5000 nishonliq farishta bilan yordam berdi. İki xil qarashning yana biri. Bu va'da Alloh taolaning, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, o'z vaqtida sen atdiganda uyingdan Uhudga chiqib, mu'minlarni urush saplariga o'rinlashtirding degan so'zi bilan bog'lanishliqdir. Undaq bo'lganda farishtalar bilan yordam berish Uhud kunida ekanligi chiqib turdi. Urush Uhud kunida ekanligi chiqadi va lekin u kunda farishtalar bilan yordam berilmaganligi, Alloh taolaning agar jangda sabr qilsanglar, Allohdan qo'rqib, uning amriga itoat qilsanglar degan oyatidan chiqib turdi. Ya'ni ular sabr qilmadi, balki qochdi. Ondan bir farishta bilan yordam berilmadi. Dushman darhol hujum qilib kelganda, Robbinglar sizlarga 5000 nishonliq farishta bilan yordam berdi. Abu Ishaq Sabi'i Harisa ibn Muzribdan Ali radiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Badr kuni farishtalarning nishoni oq yung edi. Ularning nishonini otlarining chekillarida bor edi. Makhul ular sallalar bilan nishonlangan edi deydi. Ya'ni farishtalarning nishoni Badr kuni qora salla, Hunayn kuni qizil salla edi. Ibn Abbas radiyallohu anhumaning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Farishtalar Badr kunidan boshqa kunda urushmagan. Ibn Abu Hatim Yahya ibn Ubbadning mundaq deganligini rivoyat qildi. Zubayr radiyallohu anhu Badr kuni seriq salla bilan yuzini yo'gigan holatda edi. Farishtalarmi seriq salla bilan tushdi. Alloh uni, ya'ni farishtalar orqali yordam berishni faqat sizlarga xush xabar bo'lsin va dilinglar shuning bilan xotirjam bo'lsin. Shuning bilan dushmanning sonining ko'pligidan qo'rqmasin deb qildi. Ya'ni Alloh taolaning farishtalarni tushirishi va sizlarga ularni tushirganligini bildirishi faqat sizlarga xush bishorat berish va ko'nglingizni xotirjam qilish uchundir. Agar Alloh xolisa sizlar urush qilmasanglarmi, o'zining dushmanlari ustidan albatta g'alaba qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: agar Alloh xolisa albatta sizlarni urushga taklif qilmasdinlar, ularni jazolagan bo'ladi. Lekin Alloh ba'zinglar bilan sinash uchun, ya'ni
iymoninglarni sinash uchun jihodga amr qildi. Allohning yo'lida o'ldirilganlarning, ya'ni shahidlarning amallarini Alloh bekor qilib etmaydi. Alloh ularni hidoyat qiladi va holini yaxshilaydi. Alloh ularni jannatga kirgizadi. Alloh uni ularga tonutdi. Ya'ni jannatga kirgan odam o'zining u yerdagi joyini ilgari ko'rgandek biladi. Allohning yordami kafirlarning bir turkumini halok qilish uchun yoki ularni rasvo qilib, ularning umidsiz holda mag'lub bo'lishlari uchundir. Ya'ni Alloh taolaning sizlarni jihad qilishga va sabr qilishga buyurishida bir hikmat bordir. Shuning uchun mu'minlar bilan urushgan kafirlarga bo'ladigan hamma ehtimollikni bayon qilib mundaq deydi. Allohning yordami kafirlarning bir turkumini halok qilish uchun yoki ularni rasvo qilib, ularning umidsiz holda mag'lub bo'lishlari uchundir. Ya'ni kafirlarning bir turkumini halok qilish yoki ularni rasvo qilish, ularni maqsadiga yetkazmay mag'lub qilish uchundir. Ondan Alloh taolo dunyo va oxiratda hukm qilish o'ziga xos ekanligi to'g'risida mundaq deydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, hech ish, ya'ni bandalarning ishlarining tadbiri sening ixtiyoringda emas. Ya'ni hamma ish menga xosdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ularga biz va'da qilgan azobning ba'zisini sana ko'rsatsakmi, ya'ni sening hayot vaqtini nozil qilsakmi, yoki seni mushriklarga azob kelishdan burun qabz ruh qilsakmi, sening mas'uliyating faqat tabliğ qilishdir. Bizning mas'uliyatimiz hisob elishdir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularni hidoyat qilish sening mas'uliyating emas. Sana topshirilgan vazifa faqat kishilarga Allohning vahiysini yetkazishdir. Lekin Alloh xohlagan bandasini hidoyat qiladi. Shubhisizki, sen xohlagan odamni hidoyat qila olmaysan. Lekin Alloh o'z xohlagan odamni hidoyat qiladi. Muhammad ibn Ishoq Alloh taolaning ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, hech ish, ya'ni bandalarning ishlarining tadbiri sening ixtiyoringda emas degan oyatining ma'nosi haqida mundaq dedi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bandalar ustida men seni hukm qilishga buyurgan hukmdan boshqa hech qanday hukmni chiqara olmaysan. Alloh taolo mu'minlar bilan urushgan kafirlarga bo'ladigan boshqa ehtimolliklarni bayon qilib mundaq deydi. Allah ya ularning musulmon bo'lsa tavbasini qabul qiladi, ya'ni kufrligiga qilgan tavbasini qabul qilib, gumrohlikdan to'g'ri yo'lga boshlaydi. Ya ular zolim bo'lganligi uchun kufrida ching tursa, ularni azobga duchor qiladi. Ya'ni kafir bo'lganligi va gunoh o'tkazganligi uchun ularni dunyo oxiratda azoblaydi. Ular shu azobga loyiqdir. Imom Buxoriy Salimning dadasining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom fajr namozining 2-rakatida rukudan bosh ko'targanda Sami Allohu liman hamida Robbana lakal hamd deb bo'lib, ey Alloh, paloni va paloniga la'nat qilgan degan edi. Alloh taolo ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, hech ish, ya'ni bandalarning ishlarining tadbiri sening ixtiyoringda emas degan oyatni nozil qildi. Imom Ahmad Salimning dadasining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom, ey Alloh, paloniga la'nat qilgan, ey Alloh, Haris ibn Hisham, Suhayl ibn Amr va Safwan ibn Umayyalarga la'nat qilgan degan edi. Alloh taolo ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, hech ish, ya'ni bandalarning ishlarining tadbiri sening ixtiyoringda emas degan oyatni nozil qildi. Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom bir kishining ziyniga yoki uning foydasiga duo qilmoqchi bo'lsa,
rukudan keyin duoyi qunutni o'qiydi. Ba'zi vaqtlarda sami Allohu liman hamida Rabbana lakal hamd ne deganda ey Allah Valid ibn Valid, Salama ibn Hisham, Ayyash ibn Abu Rabi va boshqa ojiz mo'minlarni qutuldirgan va sening azobingni muzarga qattiq qilgan va sen ularning yillarini Yusuf alayhissalomning yillariga o'xshash qahatchilik qilgan deganni oshkor deb qo'yadi. Hatto Alloh taolo ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam hech ish, ya'ni bandalarning ishlarining tadbiri sening ixtiyoringda emas degan oyatni nozil qilg'icha fajr namozida arab mahallalardan ma'lum mahalladagi ba'zi kishilarga ey Alloh faloni va faloniga la'nat qilgin dedi. İmam Buxoriy Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Uhud urushida payg'ambar alayhisalomning yuzi yerilib ketdi. Payg'ambar alayhisalom payg'ambarining yuzini yerivatgan bir millat qandoq nijot topadi dedi. Ondan ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam hech ish, ya'ni bandalarning ishlarining tadbiri sening ixtiyoringda emas degan oyat tushdi. İmam Ahmad Anas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Uhud urushida payg'ambar alayhisalomning udul sunib ketdi va yuzi yerilib, hatto qon uning yuzigacha eqib tushdi. Payg'ambar alayhisalom Alloh taologa duo qilib, payg'ambariga bundaq qilgan millat qandoq nijot topadi dedi. Shuning bilan Alloh taolo ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam hech ish, ya'ni bandalarning ishlarining tadbiri sening ixtiyoringda emas degan mush oyatni tushirdi. Osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohning mulkidir. Allah xohlagan kishiga mag'firat qiladi, xohlagan kishiga azob qiladi. Ya'ni hamma narsa Alloh taoloning ilkida. Osmon zimindagi hamma maxluqot Alloh taoloning bandasi. U xohlagan hukmni qilg'ichidir. Uning hukmiga hech kim qarshi tura olmaydi. U qilgan ishidan so'ralmaydi, lekin maxluqotlar qilgan ishidan so'raladi. Allah mag'firat qilg'ichidir, nihoyat mehribondir. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Sura Al-Imron tafsiridan 129-oyatgacha angladinglar. Oxirini keng qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.